Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Tajvid darslaridan 86-darsimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ushbu so'zni qanday o'qilishini o'rganamiz. Qur'oni Karimda 329-bet, 329-betda joylashgan, ya'niki Anbiyo surasining 88-oyati hisoblanadi. Xo'p, ushbu so'zni qanday qilib o'qishni o'rganish uchun birinchi navbatda daftarimizga yozib olamiz. Ushbu joydan boshlab va kazalika degan joydan boshlab shu joyini oyat tugagancha bo'lgan qismini daftarimizga yozib olamiz hamda sizlar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Xo'p, yozilishini yaxshilab ko'rib olamiz. Hozir daftarda birgalikda tahlil qilamiz. Qani ketdik. Xo'p, ushbu so'zni mana daftarimizga yozib oldik. 86-dars, Anbiyo surasi 88-oyat. Qaranglar. Bu yerda nun harfi, e'tibor bersanglar, n, u va yana bitta n harfi kelyapti va j, i kelyapti. Xo'p, bu so'zni qanday o'qish uchun ozgina arab tilidagi tarjimani bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'niki tarjimasini bilish uchun keling bu so'zni bu holatda yozib olamiz. Pastda yana bitta holatda men yozib oldim. Mana ko'rib turibsizlar. Bu so'zimizga e'tibor bersanglar, mana n ni o'rtaga tushirib oldim, ya'niki ustiga sukun qo'yamiz. Nun ji degan holatda men pastki holatga tushirib oldim. Xo'p, nima uchun bunday qildim? Chunki arab tili tarjimasiga nisbatan shunday qilinadi. Tarjimaga nisbatan ushbu n harfimiz o'rtada bo'lishi kerak. Ya'ni o'rtada quyidagi holatda bo'ladi. N, u, n mana va j, i. Shunda ushbu holatda o'rtada holatda bo'ladi. Tarjimaga nisbatan shunaqa qilinadi bu. Yana bu umumiy holatda oyat tarjimasiga kelib chiqiladi. Hozir undan oldingi oyatda ham sizlarga umumiy holatda tarjimasini aytib beraman. Shunda yana bir bor xudo xolasa yaxshiroq tushunib olasizlar. Xo'p, umumiy holatda demak nunji degan so'zimiz arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, najot beramiz. Ya'niki biz najot beramiz degan ma'noni bildiradi ekan. Birinchi navbatda qanday o'qilishini keling tushunib olaylik. Xo'p, demak umumiy holatda tarjimaga nisbatan n harfi nima ekan? O'rtada turar ekan. Oddiy holatda n, u, n, j, i, nunji. Xo'p, endi bu qanday o'qilinadi? Arab tilida tajvid qoidalariga ko'ra sukunlik nun harfidan so'ng 15 ta ixvo harflaridan biri kelib qolsa, sukunlik nun harfini o'sha harfning mahrajiga olib boriladi, to'g'rimi? O'sha qoidaga ko'ra bu yerda demak nima qilar ekanmiz? Ixvo qilamiz. Ixvo qilib o'qilinadi, ya'niki nunji deb o'qilinadi. Shunda bu yerda ham masalan buni o'qiydigan bo'lsak, oddiy ixvo qilib ketamiz. Shuning uchun e'tibor bersangiz, Qur'oni Karimda ham yashil rangda berilgan. Ya'niki yashil rang nima edi? O'zi ixvo qilish joylari mana. Hozir yana bir bor sizga Qur'ondan ko'rsatib ketaman. Mana e'tibor bersangiz, Qur'oni Karimda ham yashil holatda berilgan. Ustida sukuni yo'q. E'tibor, agar sukun bo'lganda, u boshqa qoida, sukun yo'q. O'zi Qur'onni bilib olsanglar bo'ladi. Ustida sukuni yo'qmi, hech qanday harakati yo'qmi, qaysi qoidaga ishora qiladi. Bu yerda sukunlik nun harfidan so'ng 15 ta ixvo harflaridan biri kelib qolgani uchun nima bo'lar ekan? Shunda ixvo qoidasi bo'ladi. Shunda nunji bo'ladi. Shunaqa holatda o'qilinadi. Yashil rangda ham shuning uchun berib qo'yibdi. Bu ixvo qoidasiga tushadi ekan. Demak, umumiy holatda aytadigan bo'lsak, bu oddiyni o'rtada turgan demonda holatda tasavvur qilib ketamiz va ixvo qilib o'qiymiz. Shunda buni o'qiydigan bo'lsak, qanday bo'lar ekan shunda? Nunji. Endi bu yerda tahlil qiladigan bo'lsak, ozgina ye harfi ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingi harf kasralik bo'lsa nima bo'ladi? Mattabiiy bo'ladi. Lekin bizda qoida bor edi. Cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilinsa, cho'ziq cho'zilmaydi. Shunda cho'ziq cho'zilmaydigan bo'lsa, bu nima bo'ladi? Ye harfi o'qilinmaydi. Ye harfini o'qimaymiz, o'chirib turamiz. Shunda endi vasli hamza so'z o'rtasida o'qilinmaydi. Shunda buni ham o'chirib tursak, shunda nima bo'ladi? Nun, j, i, chunki ye bilan vasli hamza o'qilinmaydi. Ye cho'ziq nima uchun cho'zilmadi? Cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, cho'ziq cho'zilmaydi. Chunki ye o'qilinmadi. Vasli hamza misoliga kelsak, vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilinmaydi. Shunda j, i lega tushib olamiz. Shunda nunjil mu'minin bo'ladi. Bo'ldi shu holatda. Umumiy holatda demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bitta n harfimiz ixvo vazifasini bajaradi ekan. Izhor emas, ya'niki nunjil emas, bitta ixvo qilinadi. Nunjil. Izhor emas, tushunarli? Izhor qoidasi qilib n ni bildirib nunjil deb o'qimaysiz. Ixvo qilinadi, ya'niki n ni yashirib o'qilinadi. Nunjil mu'minin deb o'qiymiz ekan. Xo'p, demak umumiy holatda ushbu so'z tarjimadan kelib chiqqan holatda shunday holatda yoziladi va ixvo holatda o'qilinadi ekan. Nunjil, nunjil, nunjil emas, nunjil mu'minin, ixvo. Xo'p, demak tarjimasi nima bo'ldi? Najot beramiz degan tarjimani bildiradi ekan. Endi keling, nima uchun bu nun harfi bunday yozilgan? Ushbu surani bir tarjimasini
ko'ramiz. Bu 88-oyat ekan. Hozir men sizlarga 87-oyatni tarjimasini aytib beraman. Keyin tushunib yetamiz. Qani boshladik. Ushbu suramizni tarjima qilishdan oldin aytib ketamiz. Anbiyo surasi, payg'ambarlar surasi degani. Bu yerda masalan ushbu surada bir nechta payg'ambarlar haqida aytib o'tilgan. Shulardan masalan 87-oyat tahlilini qanday diqqat bilan eshitamiz qarang. 87-oyat tahlili. Zunnun, ya'ni Yunus payg'ambarning o'z qavmidan g'azablangan holda bizning iznimiz bo'lmasdan qishlog'idan chiqib ketgan paytida unga qarshi hech narsa qila olmaymiz deb o'yladi. Biz uni dengizda baliq qornida tashlaganimizdan keyin qorong'u zulmatlar ichida sendan o'zga iloh yo'qdir, sen barcha nuqsonlardan poksan. Darhaqiqat men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Ya'niki masalan 87-oyatni tarjimasini sharh qiladigan bo'lsak, bu yerda Yunus alayhissalom, ya'ni Yunus payg'ambar haqida gap ketyapti. Alloh taolo tomonidan Yunus alayhissalomga buyruq beriladi, ya'niki bilsangiz agar Yunus alayhissalom ham 100 mingdan oshiq qavmga payg'ambar bo'lib kelganlar. Yana bu haqida batafsil siz YouTube'dagi qidiruv bo'limidan Yunus alayhissalomni batafsil ko'rsangiz bo'ladi. Umumiy holatda mana 87-oyatda aytilyapti. Alloh taolo Yunus alayhissalomga aytadi, o'sha qavmingizga ayting, biz sizga 3 kun muhlat beramiz, o'sha tavba qilishlari uchun deydi. Shunda Yunus alayhissalom qavmlariga aytadilar, lekin qavmlari Yunus alayhissalomga ergashmaydilar. Shunda Yunus alayhissalom g'azablangan holda qishloq tashlab ketadilar. Ya'ni o'z Yunus alayhissalom vazifasi nima edi? Odamlarga o'sha Allohga ibodat qilishga buyurish edi. Lekin Allohning buyrug'ini aytganlarida qavmlari Yunus alayhissalomga ergashmaydilar. Shunda Yunus alayhissalom g'azab qilgan holatlarida qishloqni tashlab ketaveradilar. Bu yerda Allohning buyrug'i nima edi? Siz buyrug'imizni yetkazing deb bu yerda Alloh buyurgan edi. Lekin Yunus alayhissalom qishloqni tashlab ketadi va tashlab ketayotgan hollarida o'ylaydilarki, men payg'ambarman, Alloh menga hech nima qilmasa kerak deb o'ylaydilar. Mana bu yerdagi masalan o'zbekcha tarjimani to'g'ridan-to'g'ri o'qiydigan bo'lsangiz, masalan, ketgan paytida unga qarshi hech nima qila olmaymiz deb o'yladi. Ya'niki hech nima Alloh qilmaydi degan ma'noda emas. Bu yerda konteksti tarjimasiga qaraladi, tafsiriga qaraysiz. Tafsirda aytiladiki, ya'niki Yunus alayhissalom aytadiki, men payg'ambar bo'lsam, Alloh menga hech nima qilmasa kerak, ziyon yetkazmasa kerak deb o'ylaydilar. Va shundan so'ng qishloqlarni tashlab chiqib ketadilar. Shunda qishloqlarni tashlab ketgan paytlarida Alloh taolo bir baliqni jo'natadilar. Katta baliq deb keladi. Ayrim rivoyatlarda esa kit deb keladi. Umumiy holatda Qur'ondagi tarjimasi, o'zbek tarjimasini qarasangiz, bu yerda baliq deb kelgan. Shunda katta baliqni yuboradilar va baliq Yunus alayhissalomni yutib yuboradi. Shunda Yunus alayhissalom o'sha baliqning qornida xato qilganlarini tushunib yetadilar va Alloh taolo Yunus alayhissalomga boshqa ma'jizotlarni zikr qilishini eshittirib qo'yadi. Ya'ni bilamiz, yer yuzida barcha hayvonlar Allohni zikr qiladi. Masalan, biz uncha tushunmaymiz, to'g'ri, masalan, biz zikr qilgan eshitmaymiz-ku. Lekin Alloh taolo Yunus alayhissalomga dengizdagi mavjudotlarni qanday Allohni zikr qilayotganini eshittirib qo'yadi. Shunda Yunus alayhissalom tushunib yetadilarki, xato qilganlarini va bu yerdan chiqishning bitta yo'li Allohga zikr qilish edi. Ya'niki Allohni zikr qilib tasbih aytishlar edi. Shunda mana ushbu 87-oyatda kelyapti. Yunus alayhissalom duo qiladilar, ya'ni tasbih aytadilar. Mana zulmatlar ichida sendan o'zga iloh yo'qdir. Zulmat ichida aytayaptilar, ya'ni baliq qornida Yunus alayhissalom quyidagi duoni aytayaptilar mana tasbihda. Sendan o'zga iloh yo'qdir. Sen barcha nuqsonlardan poksan. Darhaqiqat men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qiladilar. Mana shu 87-oyat tarjimasi edi. Ya'ni umumiy holatda Alloh taoloning buyruq berganliklari va qavmlarni tashlab ketganliklari haqida. Davom qilinglar, bu rivoyat davomi ham qiziq. Keyin Yunus alayhissalom qavmlarni tashlab ketganlaridan so'ng Alloh taolo 3 kun muhlat bergandiku. Agar 3 kun ichida iymon keltirishmasa, shu Allohning azobi yetishini aytgandilar. Shunda Yunus alayhissalom ketganlaridan so'ng Alloh taolo azobini bir ko'rsatib qo'yadi. O'sha odamlarga, qavmga ko'rsatib qo'yadi. Shunda qavm osmonga qarab o'sha azob kelishini tushunib yetadi-da, shunda iymon keltirmoqchi bo'ladilar. Biz xato qildik. Yunus alayhissalom to'g'ri aytgan ekan. Mana Allohning azobi kelyapti deb ular iymon keltiraman degan paytlarida Yunus alayhissalom ketib qolgandilar. Qaranglar mana. Shu yerda sabr qilmasdan, Allohning buyrug'ini bajarmasdan ketib qolgandilar. Shunda qavm tavba qilib, bo'ldi biz iymon keltiramiz degan paytida esa Yunus alayhissalomni topa olishmaydi. Shunda bu voqealar bo'ladi va Yunus alayhissalom tasbih aytadilar va Allohning
qudrati bilan o'sha baliq qornidan chiqadilar. Va o'sha yerda chiqqanlarida rivoyatlarda keladi, chiqqanlarida juda holdan tolgan holatda chiqadilar va Alloh taolo bir daraxtni barpo qiladi. Mevani yeb o'zlariga keladilarda va qavmlarga borganlarida qavm ularni yaxshi kutib oladilar va hammalari 100 mingdan oshiq qaranglar. O'sha paytda qavmlar 100 mingta odam ergashgan ekan. 100 mingdan oshiq odam iymon keltiradi Yunus alayhissalomga hamda o'z da'vatlarini davom ettiradilar. Mana shu 87-oyatda shu mashhur duo bor Yunus alayhissalomda: sendan o'zga iloh yo'qdir, sen barcha nuqsonlardan poksan. Darhaqiqat men o'zimga zulm qiluvchilardan bo'ldim degan duosi bor. Shu duoni ko'pchilik bizda masjidlarda namozdan keyin o'qishadi. Shu duoni yodlab olsangiz ham bo'ladi. Yunus alayhissalom duosi deb yozsangiz YouTube'da juda ko'p video qo'llanmalar bor. Endi qarang, umumiy holatda demak 87-oyatda Yunus alayhissalom duosi haqida gap ketyapti. Endi mana bugun o'rganganimiz mana 88-oyatga kelamiz. Endi qarang, 88-oyat tarjimasi. Bas uning duosini qabul qildik va uni g'amdan xalos qildik. Biz mu'minlarga mana shunday najot berurmiz, deyapti. 88-oyat tarjimasi qaranglar. Bas biz uni duosini qabul qildik. Ya'niki Yunus alayhissalom o'sha baliq, katta baliq qornida bo'lganlarida Allohga duo qiladilar va Alloh ularni qutqaradilar u yerdan. Duosini qabul qildik deyapti Alloh taolo va uni g'amdan xalos qildik. Va mana ushbu kontekst tarjimasi endi bu yog'i mana aynan mana shu joyi va kazalika nunjil mu'minin degani biz mu'minlarga mana shunday najot berurmiz degan tarjimani bildiradi. Ya'niki mana bu nunji degani najot berurmiz, ya'ni najot beramiz. Mana shunday najot beramiz biz mu'minlarga degan tarjimani beradi ekan. Umumiy xulosa bu yerda mana nun harfini shunaqa holatda yozilganida biz eslashimiz kerak ekanki, Yunus alayhissalom o'z qavmlarini tashlab ketgan paytlarida mana shu 87-mana 88-oyatlarda batafsil holatda aytib o'tilgan. Shu masalan har doim Qur'oni Karimda shu surani o'qigan paytimizda ushbu voqea ko'z oldimizga kelsa, ancha bu yerdan manfaatlar olsak bo'ladi. Ushbu duoni ham qidirib ko'ringlar. Yunus alayhissalom duosi deb yozsanglar, bu bor. Shu yo'lda olsanglar ham bo'ladi. Umumiy holatda sharhlanganlari ham YouTube'da bor. Shuni yo'lda olsanglar bo'ladi. Umumiy xulosa shu. 87-88-oyatlarda Yunus alayhissalom haqida umumiy oyatlar tushirilgan ekan. Umumiy holatda shu. Demak, qanday o'qinar ekan bu? Ixfo bo'ladi. Ya'ni sukunlik nun harfidan so'ng J harfi kelib qolgani uchun sukunlik nun harfini J harfini mahrajiga olib borib ixfo qilib o'qiymiz. Ya'niki nunjil mu'minin deb o'qiymiz ekan. Xo'p, yana men sizga hozir Qur'oni Karimda yana bitta ko'rsatib ketaman. Mana. Qur'oni Karimda 329-betda joylashgan. Mana. Nunjil mu'minin. Xo'p, bugungi darsimiz shu edi. Ya'niki bu yerda nun harfi ham o'qilar ekan, ixfo qilib o'qilar ekan. Nunjil mu'minin umumiy holatda ixfo qoidasiga tushadi ekan. Bugungi darsimizda shuni aytib o'tmoqchi edik. Keyin shu duoni ham yodlab olsanglar bo'ladi. Yunus alayhissalom duolarini YouTube'ga yozsangiz, o'z alohida kontekstdan ajratilgan holatda ham keltirib o'tilgan. Xo'p, duo tepa qismida 87-oyatda uni aytib o'tdim. 88-oyat esa bu. Ya'niki biz najot beramiz degan ma'noni bildiryapti. Xo'p, keyin eslatma. Agarda siz bizning Telegram kanalimizda yo'q bo'lsangiz, biz har yakshanba kuni soat 20:00 da Qur'oni Karimdan 10 bet onlayn holatda o'qiyapmiz. Ya'ni Telegram kanalimizga ulanib olsangiz, Telegram kanalimizga har yakshanba kuni soat 20:00 da Qur'oni Karimdan 10 sahifani o'qiyapmiz. Xo'p, bugun yakshanba 4-may ekan. Hozir men 4-may 2025-yil haqida aytayapman. Bugun Xudo xohlasa tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. 31-betdan 40-betgacha Qur'oni Karimda 10 betda bugun onlayn suhbatimizda Telegramda Xudo xohlasa o'qiymiz. Telegram kanalimizga ulanib olsangiz, bugun 31-40-betlarda o'qiymiz. Telegram kanalimizning linki mana shu videoni ostida bo'ladi, ya'niki kommentariyasida bo'ladi. Ustiga bitta bosib Telegramimizga ulanib olsangiz bo'ladi. Xo'p, har yakshanba kuni soat 20:00 da Telegram kanalimizda onlayn Qur'on o'qiyapmiz. Kuniga 2 sahifadan tashlab boryapmiz. Audio holatida tayyorgarlik ko'rib borasiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kuni 2 sahifadan, har yakshanba kuni esa 10 ta shu hafta mobaynida o'qilgan 10 ta sahifani birga ovozli chatda o'qiyapmiz. Telegram kanalimizga ulanib olsangiz bo'ladi. Umumiy holatda shu. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Yodingizdan chiqmasin, nima ekan ixfo qoidasi. Nunjil mu'minin deb o'qiymiz ekan.
Mana najot beramiz degan tarjimani beryapti mana shu. Nunjil degan so'z, nunji. Najot beramiz. Qarang, mana shuni har safar o'qiganimizda, shu oyatni Qur'oni Karimda o'qigan paytimizda Yunus alayhissalomda voqeasi ko'z oldimizga kelishi kerak ekan. 329-betda joylashgan. Bu shuning uchun shunaqa holatda yozilgan bo'lishi mumkin. Albatta bu o'qilish holati desa, tarjimaga nisbatan o'qilinadi degani umumiy holatda shu. Nunjil mu'minin. Keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling. Telegram kanalimizga ulanib qo'yishni unutmang.